Samarqand ko'chalarida avtomashinada drift o'tkazgan chet elliklarga chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu tasvirlar muhokamalarga sabab bo'ldi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari holatni o'rganib chiqib, avto ishqibozlarga qonuniy choralar ko'rdi. Biz istеген qiliqlarimizga tushuntirib aytdi. Biz onday bilgen жоқпыз. O'zbekiston zangын biz hurmatleymiz. Екінші мәрте qaytalamaymiz, istemeymiz. Qay qalada болсақ та бізге түсіндіріп берді, енді qaytalamaymiz. Қала көшелерінде дрифт жасадым. Осы жасаған іс-әрекетімді негізі дрифт площадкада жасау керек еді, но көшеде шыдай алмай жасап жібердім. Самарқанд халқынан кешірім сұраймын, енді ондай қайталанбайды. Қаланың ішінде номерсіз жүргенім үшін кешірім сұраймын, ешкімге кеңес бермеймін. Барша самарқандықтардан кешірім сұраймын. Полиция қызметкерлері түсіндірме жұмысын өткізді. Соответственно, адамдарға кеңес бермеймін. Самарқандың ішінде жүрген пайтта колонна bilan парад қып, yanımda отырған кіші видеоға түсіремін деді. Айна ашылмайды менде. Şu tamdan çıkıp video düşürdü. Samarkand halkından keçirim sorayman, şunaqa boshqa qaytalmayman. Bo'lgan ishimga javob beraman. Sofexpo ko'rgazmalar markazi rahbari, mana shu promotor show tashkilotchisimiz. Biza bugun mana shu xalqaro Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan kelgan mehmonlar bilan parad uyushtirdik, ya'ni avtoprobeg uyushtirdik. Shunaqa bo'lib qoldiki, endi tushuntirildi, drift qilish, shu qanaqadir xatti harakatlar, noqonuniy xatti harakatlarni oshirish mumkin emasligi haqida tushuntirib berildi.